Bugun biz 48-etajga chiqdik. Bitta bunaqa manzaralarni ko'rib, odam shu yerda yashagisi kelib ketyapti-yu. Bugun biz sizlar bilan hisoblab ko'ramiz. Mana shu Nestvondiz Daniyadan o'rtacha oylik topadigan, O'zbekistonda yashab turgan odam necha yil pul yig'ish kerak, чтоб bitta qo'yliqga ketadigan, mana shu manzaralarga qarab, kofe ichiladigan kvartira bosib olish uchun. Hop, yaqin informatsiya chiqdi. Aytishligi bo'yicha O'zbekistonda o'rtacha oylik 10 million ekan. Hop, 10 million olamiz. 10 millionni endi bo'lamiz 12 mingga. Kurs 12 ming deyilmaydi. Shunda 833 dollar chiqib ketadi. Shu 833 dollardan 600 dollar rasxodlik ketadi. Kamida 600 dollar rasxodlik ketadi. Shunda 233 dollar qolyapti. Bo'ldi, endi 233 bir chekka olib turamiz. Endi mana shu bitta kvartira olish uchun necha pul ketishi hisoblaymiz. 115 kvadrat metrli kvartirani 1 kvadratini 4,5 mingdan hisoblab berishdi. Endi 115 4,5 ming ko'paytiramiz. Shunda bizda 517,5 ming AQSh dollar bo'lyapti. Endi boyiga 233 dollarga buni bo'lamiz. Necha oy kerakligini bilish uchun. Bo'ladigan bo'lsa biz 2221 oy chiqyapti. Endi uni 12 ga bo'lib olsak, bizda 185 yil chiqar ekan. Do'stlar, shunaqa 185 yilgina ishlasak, shu yerda mana shu manzaralarda bir-birimizga qo'shni bo'lib, gaplashib, dardlashib o'tirar ekanmiz. 185 yildan keyin uni ko'rishamiz. Hammaga omad.